Assalomu alaykum hurmatli hamyurtlar. Ajoyib mahsulotlarimizni sizlarga tavsiya qilishda davom etamiz. Aynan uzoq kutilgan o'zbek xonadonida sedana mahsulotini uchratmasdan iloji yo'q. Lekin buni qanchalik siz uchun organizmga foydali ekanligini ko'pchilik bu ustida bosh qotirmaydi ham. Jackson Starfield mahsulotlari sedana kapsulasi nafaqat sedana bilan birgalikda buni tarkibida qalampir munchoq hamda qora murch aralashtirgan holatini sizga tavsiya qiladi. Kapsulalarimiz siz xohlasangiz mana 30 taligi bor, xohlasangiz mana 90 taligi bor. Imkoniyatingizga qarab bemalol olishingiz mumkin bo'ladi. Aynan sedana, qalampir munchoq, murch aralashmasi kimlar uchun tavsiya qilinadi? Agarda sizda o't qopingizda dimlanish, qorin dam bo'lish, ovqat yegandan keyin salga qorinni shishib ketib qolish holatlari, ich qotish holatlari bo'ladigan bo'lsa, yoki bo'lmasam ovqat yegandan keyin tez to'yib qolish holatlari, ertalab uyqudan turgan paytingizda og'zingiz achchiq, taxir, bemaza bo'lish holatlari bo'lsa, yoki bo'lmasam ovqat, yog' hidlari sizni boshingizni og'ritib, ko'nglingizni aynitayotgan bo'lsa, marhamat siz uchun sedanali kapsulalarimizni tavsiya qilamiz. Bundan tashqari qadimdan sedanani ayollarni gormonal buzilishlarida, ya'ni sikl buzilishlarida, bepushtlik holatlarida, mastopatiya, mioma holatlarida ham tavsiya qilib kelingan. Mana xuddi shu o'rinda ayollarimizda mioma, mastopatiya holatlarida ham juda ham yaxshi tavsiya sifatida beraman. Bundan tashqari sedana mahsulotimizda buyrak va siydik yo'llarini, tosh tuzlarini eritishda ham o'z samarasini berib kelmoqda. Agarda siz o'zingizda yoki yaqinlaringizda gijja parazitar muammolar bo'ladigan bo'lsa, aynan ingichka ichakdagi o'sha lyambli, askarida bo'ladimi, boshqa qurt turlari bo'ladimi, qurtlarni tushirishga ham juda ham yaxshi samarali vositalarimizdan biri. Siz qadimda yashab o'tgan bujonlaringizni yaxshilab eslang. Ular nima taqishgan? Ular qalampir munchoq taqishgan. Qalampir munchoq bu o'zbek tilida, lekin fan tilida buni o'sha aytgandagi gvazdika ham deb aytiladi. Mana rus tilidagi ma'nosi. Taqib yurgan bujonlar nima qilishgan? Uni choyga solishgan, yana uni taqishgan, shimib yurishgan, kayfiyatlari a'lo bo'lgan. Birorta bujonni o't qopi olinganini esla olmaysiz yoki bo'lmasam o't qopida tosh paydo bo'ldi degan narsani esla olmaysiz. Demak, siz o'zingiz va yaqinlaringizni mana shunaqangi o't qopi, jigar muammolari, ichakdagi har xil parazitar kasalliklar, buyrak siydik yo'llarida yig'ilib qolishi mumkin bo'lgan tosh tuzlardan va kelajakda kelib chiqishi mumkin bo'lgan onkologik kasalliklar xavfini kamaytirmoqchimisiz? Bemalol sedanali kapsulalarimizdan foydalanishingiz mumkin. Qo'shimcha qilib aytaman, kimga mumkin emas? Aynan homiladorlik paytida yoki bo'lmasa mahsulot tarkibiga nisbatan sizda individual sezuvchanlik, allergik holatlar bo'ladigan bo'lsa, mumkin emas. Ozgina qon bosimi yuqori bo'lgan insonlarimizdan sal ehtiyot bo'lish kerak, chunki mana shu tarkibidagi qalampir munchoq salgina qon bosimini o'ynatish ehtimollari bor. Kapsulalarimiz 10 yoshdan oshgan bolalarga juda ham qo'l keladi. Buni siz xohlasangiz kapsula holatida, xohlasangiz qaynagan suvga damlab choy ko'rinishida, aynan mana shunaqangi iqlim sovigan, gripp, epidemiya, pandemiya kuchaygan holatlarida mazza qilib issiq choy ko'rinishida ichishingiz mumkin. Xohlasangiz sutga solib ham bemalol haligi aytgandek shirchoy ko'rinishida ham ichsangiz bo'laveradi. Emizikli onalarga bemalol tavsiya qila olamiz bu narsalar. Immunitetingizni mustahkamlab, siz va yaqinlaringizni salomatligi uchun muhim mahsulotlardan sanaladi.